Mo'minligiga borsak, nima kamandir Andijon. Çoğaldıktı mı Mo'mini? Hasharchilarga tushirib, qo'llab-quvvatlashni. Sirdaryoga bo'lsak, G'ulomjon. Mo'min kamandiri. Yangi boshli Jamshid aka. Jamshid aka juda ajoyib inson. Ishqilib yolg'izlatib qo'ymayaptilar. Sizga rahmat aka. Ichki ishlar vazirligi mol bo'linmasi shaxs tarkibi, shu komandirlari befarq emas. Rahmat aka. Shunchalik xalqni qo'llab-quvvatlab, yurtboshimizga kamarbasta bo'lib, shu odamlarni rozi qilib, kambag'alchilikni bartaraf etishda juda faolsiz. Shu uchun Alloh rozi bo'lsin, martabalar ulug' bo'lsin bundan. Butun xalq ko'rib turibdi-da sizlarni. Shunchalik yurtimiz daxlsizligini ko'riblargina qolmasdan, mana bu xayriya ishlariga ham faolsiz. Sizga ham rahmat aka. Har safar ham boshasiz turibsiz. Avval bu tashkilotchiligimiz oson emas. Har bir viloyatni kuzatib borib, bolalarga ham tashlab, gruppamiz bor, ko'rib boramiz, duodamiz aka, imkon qadar nima qilamiz. Sizga ham aka Xudo shifo berib, Xudo kuch bersin, hech qachon kasal bo'lmang. Mana shunaqa savob ehsonlar ko'pini qilib, mana shunaqa oilalarni bir ko'nglini chiqib nima deydi? Ona keling. Xursand qilib yuravering aka. Salomat bo'ling. Sog' bo'lsangiz, bu akamiz marhum bo'lgan, desangiz kerak. Aytishdi, shunday ishda oxiratlari Xudo bo'lsin aytishdi. Ancha yillar ishlab, shu farzandlari uysiz edi. 20 kundan beri butun jamoa, Milliy gvardiya, ichki ishlar, mudofaa, xalq ham kelib. Xolajon yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Tushunmisiz? Qadam qutlagan bo'lsin Xudoyim. Kelinimiz onalari. Ular milisalar kelibdi. Opa. Ha, shu nevaralaringizni qo'llab-quvvatlab duo qiling bular. Nega usab beryapsizlar, rahmat, hamma jardam beryapsizlar. Nega Nazirjon va Tursunboy ko'larim bari jardam beryapti, hamma yoqdan jardam kelyapti. Rahmat baringizga, Xudoyim joyini kirib ketsin. Bola shahasini amal yursin, Asadjonni ko'rmagan qizlarni ko'zlari ko'rsin. Xudoyim. Hamma rahmat Hallaringizda Xudodan so'raganlaringiz bor. Hammasi ijobat qilsin. Farzandlaringiz ham saxovatli ish insonlar bo'lsin. Alloh savoblar olib keladigan, rahmatlar olib keladigan sizlarga. Mana shu yurtimiz daxlsizligi yo'lida olib borayotgan mashaqqatli kasblaringizga Alloh sizlarga quvvat bersin. Rahmat aka. Sog' bo'linglar, hech qachon kasal bo'lmanglar. Charchamang. Salomat bo'ling. Salgida Nevaralaringizni rohatini ko'ringlar. Charchamanglar. rahmat. Bir kunga xayriya ishlar. Xo'p bo'ladi. Yo'q aka, buni to'g'ri rejalashtirib, aka. Rahmat aka, hammamizdan bitta maqsad ko'rdik. Rahmat, salomat bo'ling aka. Xolajon sog' bo'linglar. Yaxshi kunlar. To'ylar qiling, yutuqlar bo'lsin, nevaralaringiz yutuqlarga kelaylik, Xudo xolasa aka. Sog' bo'ling. Rahmat.